Assalomu alaykum. Davlat hududiy hamda xalqaro yangiliklar bilan tanishtirib, efirda xabarlar ma'lumot dasturi. Studiyada Madina Ulug'bek qizi. Avval bugungi kunga olingan ma'lumotlarning anonslari bilan tanishib oling. Bugun O'sh shahrida din bo'yicha 2014-2020 yillar uchun qabul qilingan yangi konsepsiya muhokama qilindi. Mamlakat bilan diniy uyumlar xizmatdoshuv. O'shda 2 yil avval o'ldirilgan 33 yoshdagi ayolning o'limida gumondor shaxslar qo'lga olindi. Apasi, "Хорошо, men sizlarga bir 40 ming, 30 mingday ақша topib beraman. Odam topib o'tirganlar" dedi. O'sh shahrida grek-rim kurashi bo'yicha 4-xalqaro turnir bo'lib o'tdi. Ошол Байман Эркинбаевдин элесине арналган 4-эл аралык турнир болуп атат. Бул грек-рим күрөш оюну. Qumtor koni bo'yicha Centra Gold kompaniyasi bilan Moskva shahridagi so'zlashuv natijasiz yakunlandi. 3 kun davom etgan so'zlashuvda Qirg'iz hukumati bilan kanadalik kompaniya koni bo'yicha tashkil qilinuvchi ishxonaning boshqarish formasi, ekologiya masalalari bo'yicha kelisha olishmayapti. Qirg'iz oltin ishxonasining prezidenti To'qon Mamutovning ozodlikqa bildirishicha, so'zlashuvlardan keyin ayrim masalalar hal qilingani bilan muzokarali vaziyatlar ko'p bo'lmoqda. Hal etilmagan masalalar bo'yicha biroz oldinga o'tish bor, lekin shu bilan birga ayrim masalalar bo'yicha hali ham kelisha olganimiz yo'q, dedi Mamutov. Bu vaqtgacha kanadalik Centra Gold kompaniyasi bilan Qumtorga bog'liq asosiy shartnomaning 10 dan ortiq punkti bo'yicha kelisha olmayotganligi ma'lum bo'lgan. Ular ekologiyalik loyihalarni tartibga solish, birlashgan ishxonani huquqiy hamda boshqarish tizimi, Amerika kompaniyasi bergan takliflarni bajarish muddati bo'yicha masalalar. Yangi yildan boshlab davlat muassasalariga majburiy tarzda tonggi mashqlar kirgiziladi. Bu haqda bugun Jismoniy tarbiya va sport agentligidan bildirishdi. Tashabbuskorlarning ta'kidlashicha, ertalabki badan tarbiya inson salomatligiga va faoliyatiga yordam beradi. Sovet davrida fabrika, zavodlarda, ishxonalarda ommaviy mashq qilinar edi. Bu 10-15 daqiqa vaqtni olar edi. Hozir hamma ertalabdan kechgacha kompyuter oldida o'tiradi. Shu bois xodimlar turli kasalliklarga duchor bo'lmoqda. Joriy yilda maktablarda, kelayotgan yilda esa davlat ishxonalariga kiritilgan tonggi mashqlar keyinroq xususiy kompaniyalarda bozorlarga yoyilishini qo'shimcha qilishdi tashabbuskorlar. Bugun O'sh shahrida din bo'yicha 2014-2020 yillargacha qabul qilingan yangi konsepsiya muhokama qilindi. Unda davlatimizdagi hozirgi diniy ahvol barqaror emasligi, yoshlar turli xil diniy oqimlarga qo'shilib ketayotganligi aytildi. Bundan tashqari Suriya mamlakatida jihodga deb ketganlarning soni 200 dan oshgani hamda ularning Qirg'izistonga qaytishi ko'payotganligi ham ta'kidlandi. Ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda yoshlarga diniy ta'lim beruvchi imomlarning 9%gina diniy bilimi yuqori ekanligi tanqid qilindi. Mavzuni muxbirimiz Hilola Ashurova davom ettiradi. Muhokamaga olingan konsepsiya 2014-2020 yillarda Qirg'izistonda diniy siyosatni yo'lga solish bo'yicha bo'lib, davlat rahbari tomonidan qabul qilingan. Unda din bilan davlat orasidagi aloqalarni aniq ko'rsatilib, diniy savodni orttirish hamda diniy ekstremizmni oldini olish tadbirlari aytilgan. Konsepsiya muhokamasida yoshlar orasida turli oqimlarga qo'shilib ketayotganlar soni kundan kunga ortib borayotgani ma'lum qilindi. Qirg'izistonning jarandarining elga qarshi Siriyada yurishi bulutı bizni qo'rqindiray qo'ymaydi. Bu yerda birlekeç kerak. Hozirgi kunda bu bizde gana emas, bu O'zbekistonda, Tojikistonda degile O'rta Asiyoning jarandarin 4 yildan beri bo'layotgan Siriyadagi jarandiq so'g'ishga tortib, internet vaqtlari orqali jalg'an imomlarning da'vatlari orqali yana boshqa verbovkalar orqali ketib o'tadi tilga qarshi. Hozirgi kunda Milliy xavfsizlik davlat xizmatining ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning 205 fuqarosi Suriyada hamda Afg'oniston janglarida ishtirok etmoqda. Bu davlatga ketganlarning asosiy qismi janubdan bo'lib, bungacha 175 deb aytilib kelingan edi. Biroq hozirgi kunda ketganlar bilan birga o'z vataniga qaytganlar soni ham oshgan. Muhokamada jihodga deb ketganlarning asosiy qismi 35 yoshgacha ekani ta'kidlandi. Shu sababli maktab o'quvchilari, oliygoh talabalari orasida ham tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Her bir mektepte sosyallık pedagogları istep çıtar, klas yetekçileri jana mektep administrasiyası öz uagında tuğra düşündürü işlerini жүргүзөт. Her bir balanın üy bölödөгү sosyalдык абалынын канчалык деңгээлде экендигине жараша мамиле жасап, уну жоюунун жана алдын алуунун барлык чараларын көрүшкөн. Tadbirda ta'kidlanganday boshqa davlatlarga borib, janglarda ishtirok etishi, masjidlarda turli diniy bilimi oz insonlar hamda internet imomlari tomonidan da'vat etilgan. Bir kishining jihodi uchun $30 ming gacha va'da qilinadi. Mana men eshitishimga qaraganda
jihodga boraman deganlarga 30 ming dollar va'da qilisharmish. Bu jihod emas bu. Bu o'zining nafsi uchun borayotgan ish bo'ladi bu. الجهاد الأكبر أن تجاهد لسبيل لنفسك dediler. En katta jihad har bir kishi o'zi musulmon gunoh ish qilmayman, savob ish qilaman, Xudo deyman deb o'ziga shaytoniga kurashlikda aytiladi. Avvalgi konsepsiya 2006-yil ishlab chiqilgan. Dinshunoslarning so'zlariga ko'ra, undan beri ko'p narsa o'zgargan. Shu sababli yangi konsepsiya ishlab chiqish zarurati yaralgan. Taqdim etilayotgan hujjatning avvalgisidan asosiy farqi unda din xodimlari davlat ishiga aralasha olishi ko'rsatilgan. Diniy konsepsiyan nima deganda bu yerda mamlakat bilan diniy uyumlar xizmatlashuv, elimizning tinchligi uchun, mamlakatimizning shunday xavfsizligi, jana o'shal intimog uchun bu yerdagi biz so'zsiz xizmatlashuv ishga biriktirdida, jekeli emas, balkim inshaalloh yaxshilikni cho'g'i qilayli, qayg'ini cho'g'i bo'lishayli, o'shunday jamonliqdagi ekstremizm, terrorizmga cho'g'i qarshi kurashayli. Konsepsiya muhokamasi vaqtida imomlar o'qitadigan oliygohlar sonini orttirish hamda maktablarda dinshunoslik darslarini kiritish masalalari ham ko'rib chiqildi. O'shondiqda mana bilim berу ministrligine qo'rg'ov kengashi tomonidan muftiyatga shunday topshirmalar bo'ldi chechimini. Kelajagida jo'g'org'i o'quv joylarida, maktablarda mana shu diniy savoblar, diniy madaniyat to'liq jana shu dinlarning tarixi o'qiluv masalasi. Qirg'izistonda yoshlarga din bo'yicha ta'lim beradigan imomlarning 9%gina oliy toifadagi bilimga ega. Undan tashqari 205 ta ro'yxatdan o'tmagan masjidlar ham faoliyat olib borayotgani tasdiqlangan. Tadbirda Ichki ishlar boshqarmaligi tomonidan turli janglarda ishtirok etib kelganlarning qo'lga olingandan keyin tez orada ozodlikka chiqarilayotganini, jazo choralarini kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Hilola Ashurova, Azam Buzrikov, Intimaq. Deputat Qanibek Imonaliyev maktablarga hayot bo'lgan kishining nomini berishni taqiqlashni taklif qildi. Mazkur fikrini xalq vakili bugun Xalqaro ishlar bo'yicha komitetning yig'inida bildirdi. Qanibek Imonaliyevning ta'kidlashicha, maktabga kimning nomi berish mumkinligi haqida aniq talablar yo'q. Maktablarga tirik insonning nomini berish to'g'ri emas. Buni qonun asosida taqiqlashimiz kerak, dedi deputat. Bu arada deputat Tursunbay Bakiroğlu Qirg'izistonning maktab o'quvchilariga rus tili darsi Rossiya kitoblari bilan o'qitilayotganligiga norozilik bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yosh avlodni vatanparvarlik hissining yo'qolayotganligining sababi milliy ideologiyani hamda qadriyatlarni targ'ib qilgan kitoblarning yo'qligiga bog'liq. Ideologiyasiz Qirg'izistonning kelajagi qanday bo'lishini o'ylashimiz kerak. Men prezident Putinning surati tushirilgan hamda tegishli davlat ramzlari, madhiyasi bor kitoblar Rossiyadan olinib kelinganligini bilganimda hayron bo'ldim. Shundan keyin biz nimaga yoshlarning vatanparvarlik hissi past deb hayron qolamiz, dedi Bakiroğlu. O'shda bundan 2 yil avval o'ldirilgan 33 yoshdagi kelinning o'limida gumonlanib, marhumning umr yo'ldoshi hamda uning yaqinlari qo'lga olindi. Hozirda ular O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmaligining vaqtincha ushlash joyida tergov qilinmoqda. Tergovning yurishida oila a'zolarining mazkur jinoyatga borishiga marhumning yengiltaklikda gumonlanib, uni xiyonatga ayblashganligi sabab bo'lganligi aniqlangan. Militsiyaning xabarlariga ko'ra, hozirda gumondorlar aybni bo'yniga olishgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmaligining vaqtinchalik ushlash joyiga 18 dekabr kuni 33 yoshdagi kelinning o'limida shubhalangan shaxslar olib kelingan. Jinoyatda shubhalanganlar marhumning turmush o'rtog'i, qayni-singlisi, kuyov bolasi va qaynonasi bo'lgan. Ular bundan 2 yil avval 33 yoshdagi kelinni o'ldirib, tanasini Aravon kanaliga tashlab, izini yashirganlikda gumonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra 2012-yilning 2-sentyabrida o'ldirilgan kelin haqida militsiyaga oila a'zolari, aniqroq aytganda shubhalanayotgan shaxslar xabar qilgan. O'sha vaqtda marhum O'sh shahar kasalxonasida ishlar edi. Uni ishga ketgan bo'yicha bedarak yo'qolgan deb yolg'on ma'lumot berib, qidiruv e'lon qilishgan. 2 kundan keyin marhumning tanasi O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Quva kanalidan topilgan. Madina qayinsinglisi o'ltirilni chechadi. Ularning opasi To'lg'onay degan ayol bo'lib, ularga aytadi, shunday bizning kelinchamiz shunday jomon yo'lga yurishibdi, shuni bir narsa qilmaylik deganda To'lg'onay aytadi, "Yaxshi, anda ne qilaylik?" Uchoq ma'qullashib uni o'ltirishni chechadi. Madina aytadi, "Biz o'ltira turgan odam topamiz, aqcha kerak og'a" deydi. Opasi, "Хорошо, men sizlarga bir 40 ming, 30 mingday aqcha topib beraman, odam topib."
turgulanadi. Tergov ishlari davomida marhumning qaynonasi, qaynisinglisi va kuyov bolasining aloqasi bor ekani aniqlangan. Kelinning turmush o'rtog'i esa mashinasi bilan murdani kanalga olib borishga yordamlashgani aniq bo'lgan. Militsiyaning ma'lumotida oila a'zolarining jinoyatga borishlariga marhumning yengiltakligi va xiyonat qilganlikda gumonlangani sabab bo'lgan. Al men o'shandan keyin bir joli ko'rdim Zakirda. Ne dedi? Agar sen aytsang dedi. Men aytsang dedi. Men seni dag'i o'ldiram degan. Men o'shuning uchun andan qo'rqqanim uchun men unchiqmay jurganman. Akam bilan jengam akasi roziskiga berib, o'shalar churqab jurgan. Marhumning o'limi bo'yicha ma'lumot O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligiga 2012-yili kelib tushgan. Bu orada gumondorlar marhumning qotilini birga izlashgan. Tergov natijasida shubhalangan shaxslarni jinoyatga aloqasi borligi aniqlanib, ayblarini tan olishgan. Madina bilan tanishib qolganman. Tanishib qolib, shu yurgan vaqtimda bu qiz aytdiki, telefon nomer berib, buni sinab ko'rchi deb menga aytgan. Men o'va deb telefon nomerni olib, bu bilan telefonda gaplashgan. Ish bo'lgandan keyin chaqirdim, keldi, kutib oldim. Turdim. Alohida o'tirsam keyin Madina bu xonada edi, shunday chiqdi. Chiqib sen dedi, iflos dedi, yurasan ekan deb shunaqa gapni gapirdi. Gaplar bir-biri bilan urushib ketdi. Urushib ketdim, men bilmagan holda endi qanday meni xotinim-ku bu? Unday qilishim kerak-ku, to'g'rimi? Shu bo'ynidan shunday ushladim, o'ldi. Hozirda jinoyatda shubhalanib qo'lga olingan O'sh shahrining 4 nafar fuqarosi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtinchalik ushlash joyida so'roq qilinmoqda. Hozir ularga nisbatan odam o'ldirish aybi qo'yilib, tergov ishlari davom etmoqda. Ra'no Nazarova, Nazgul Axunova, Aybek Ibragimov, Intimok. Qirg'izistonning Milliy banki davlatdagi so'mning narxini bir maromda saqlash uchun valyuta bozoriga o'tgan hafta oxirida 19 million dollar intervensiyaladi. Bu haqda bankning rasmiy saytida xabar qilindi. Milliy bank rahbari To'lqinbek Abduqulov so'mning kursi tushib ketadi deb xavotirlanishga asos yo'q deb ishontirmoqda. Hozirda valyuta bozorida AQSh dollari 59 so'm atrofida, Rossiya rubli 95 tiyinni tashkil qilmoqda. Yil boshidan buyon Milliy bank 450 million dollar intervensiyaladi. Hozirda Qirg'izistonning pul oltin zaxirasining hajmi 2 milliard 20 million dollarni tashkil qiladi. Bugun energetika xodimlarining kuni. Joriy yilda Qirg'iziston energetika sohasining asoslanishiga 80 yilligini belgilamoqda. Bunday tadbir O'sh shahrida ham nishonlanib, unga hukumat vakillari ham ishtirok etdi. Tadbirda mazkur soha vakillarini bayram bilan tabriklab, faol xodimlarga faxriy yorliqlar va mukofotlar topshirildi. Shu bilan birga energetika tarmog'ining bugungi kundagi ahvoli va o'tgan yillardagi ishlari haqida ham so'z qilindi. Unda shu yillar ichida energetika tarmog'i bir necha marotaba qiyinchilikka duch kelgani bilan rivojlanish yo'liga tushganligi aytildi. Unga energetika xodimlarining hissasi zo'r ekanligi ta'kidlandi. Bundan tashqari O'sh shahridagi zangori olov yo'qligiga qaramay, yorug'likni uzilishlarsiz berishga harakat qilayotganligi ham aytildi. Eslatib o'tsak, Qirg'izistonda energetika tarmog'i 1934-yilda asoslangan. Hozirda mamlakatda yiliga 14 milliard elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi 7 GES va 2 test bor. Bizden elektromontajlar Esengen mamlakatında 3-cü orunda aldı. Birinci orunda Rossiya, ikinci orunda Belarusya, üçüncü orunda Kırgızistan, dördüncü orunda Özbekistan, 5 Kazakistan, 6-cı Gruziya, 7-ci Tacikistan. Бұл біз үшін өте сымық болды. Себебі оған чейін егемендік алғандан бері Қырғызстан мұндай жетішкен емес. Андан башқа сату бойынша да тарамасақ, 11 айының жиынтығы бойынша негізінен жоғалтуларды 16%-ға түсірдік. Hozir esa hamkasbim sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. Nyu-York shahrida o'tgan dam olish kunlari 3 politsiya o'qdan halok bo'ldi. Yakshanba kuni Floridada tartib soqchisiga hujum qilgan gumondor shaxs ushlandi. Shanba kuni bo'lsa Nyu-Yorkda qurollangan kishi 2 politsiya xodimini otib, shundan so'ng o'z joniga qasd qilgan. Ularni o'ldirgan 28 yoshdagi afroamerikalik Ismail Brinsli jinoiy vaziyatdan oldin bir necha soat avval ijtimoiy tarmoqlarga politsiyani qo'rqitgan ma'lumot yozgan. Fransiyaning Dijon shahrida haydovchi Allohu akbar deb yo'l chetida borayotgan odamni urib ketgan. Natijada 11 nafar inson jarohat oldi. 2 nafarining ahvoli og'ir. Undan avvalroq 20 yoshdagi fransuz 3 politsiyachini pichoqlab ketgan. Bu jihodchilarning Islom davlati bilan aloqasi borligi aniqlanmoqda.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ish safari bilan Kiyevga keldi. U Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashib, ikki o'lka o'rtasidagi hamkorlikni muhokama qildi. Shu bilan birga Ukrainaning sharqidagi vaziyatni izga solish bo'yicha so'z bo'ldi. Bugun Kiyevga Qozog'istonning prezidenti Nursulton Nazarboyevning ish safari bilan kelishi kutilmoqda. U safar oldidan Ostonada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ukrainaning bir butunligini qo'llab-quvvatlanishini va o'lka sharqidagi vaziyatni izga solish uchun aloqachi bo'lishga tayyor ekanini aytgan. O'tgan dam olish kunlari O'sh davlat yuridika institutida davlat hamda yoshlar siyosati deb nomlangan mamlakatdagi yoshlar siyosatining hozirgi ahvoli, kelajagi hamda yoshlarning umumiy muammolarini muhokama qilindi. Ilmiy amaliy konferensiyaga O'sh, Jalolobod hamda Batken oblastlarining talabalari ishtirok etgan. Yoshlarning yordamga muhtoj qismiga ko'mak ko'rsatish, bugungi kundagi davlat ideologiyasining ahvoli va boshqa yoshlar mavzusida bayonnomalar qilinib, ishtirokchilar o'z fikrlarini bildirishdi. Tadbirning asosiy maqsadi davlatning yoshlarga bo'lgan g'amxo'rligini orttirish bo'lib hisoblanadi. Yoshlardan bugungi uchurdagi mezgil talabına yarasha yoshlardan көйгөйлүү маселелерine olgan mamlesini bilip, alardan oy fikirlerini olmayan, alardan da yaxşı sonuçlar çıkıyor. Oşalarda dağı biz özünce top bayağı akıl kalçap, aramda layıklı iş kılanға hareket kılabız. O'tgan shanba kuni O'sh shahrida grek-rim kurashi bo'yicha 4-xalqaro turnir bo'lib o'tdi. Tadbir Jo'g'org'i Kengash deputati Alish kurashining asoschisi Bayaman Erkinboyevning yorqin xotirasiga bag'ishlangan. Bellashuvga Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikistondan kelgan sportchilar hamda Qirg'izistonning 7 oblastidan kelgan kurashchilar ishtirok etishdi. Batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Bellashuvni uyushtirishidan asosiy maqsad sportchilarning do'stlik va birdamligini mustahkamlash bo'lib hisoblanadi. Grek-rim kurashi bo'yicha xalqaro turnir marhum Bayaman Erkinboyevning xotirasiga bag'ishlangan. Bugungi turnir bizden Jo'g'org'i Kengashining deputati Bayaman Erkinboyev Qirg'izning patrioti bo'lgan, güresh bo'yicha, alish bo'yicha Qirg'iz mamlakatida emas, chet elda Qirg'iz jelegini jelbiretgan balbandarimizdan bo'lgan Oşol Bayaman Erkinboyev'nin elesine arnalgan 4-chi el aralıq turnir bo'lib turadi. Bu grek-rim kurashi o'yinchi. Bayaman Erkinboyev 16 yoshidan sport bilan shug'ullanib, Qirg'iziston kurashini xalqaro darajaga olib chiqib, o'lka bayrog'ini ko'kka ko'targan. Shu bilan birga alish kurashiga asos solib, O'sh shahridagi alish sport majmuasini tashkil qilib, bir qancha sport ustalarini tayyorlab chiqargan. Qirg'iz sportining bu turini jahon olimpiadasiga olib chiqaman deb, maqsadiga yetolmay dunyodan ko'z yumgan sportchining do'stlari quyidagilarni bildirishdi. Qaysi sportni alaylik, yo'q, chet mamlakatga chiqqanda men bunday qirg'izcha suylagan qaramaysiz. Men bir chet mamlakatga borganda shu alishma ko'rib qoldi. Alish eskertuv, toza ironliklarga, boshqa xalqlarga o'zimcha yuragim boshqacha sezilib paydo bo'ldi. O'shancha biz Bayamonga Xalqaro turnirga Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikistondan kelgan sportchilar va Qirg'izistonning 7 viloyatidan kelgan kurash ustalari ishtirok etishdi. Ular 55 kilogramdan 85 kilogramgacha barchasi bo'lib 9 ta vazn kategoriyasi bo'yicha kuch sinashdi. Bellashuv sovriniga birinchi o'rin uchun avtomashina qo'yilgan. 4 ta davlatdan kelgan 200 ga yaqin sportchilar oldingi o'rinlarni egallash uchun o'zaro kuch sinashmoqda. Biz ham kichinakay gezisdan beri o'sha sport deb kelatamiz. Qirg'iziston jelegin jelbiretib ta kelatamiz. Jelbiretsek dag'i jelbiretamiz degan maqsadlarimiz bor. Xudoy buyursa altın qo'yin. Har bir bola nastroyi utam deb keladi. Utam deb kelgan nastroy boshqacha bo'ladi har doim. Bu kabi bellashuvlar sportchilarning malakasini oshirishga yordam berishini sportchilar bildirishdi. Markaziy Osiyodagi eng yaxshi sportchilar bilan kurashish turi jahon bosqichidagi bellashuvlar yoki olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish uchun sharoit yaratadi. Jangash uchun o'sha bu kuch harakatni jasoatni. Bu melesga kelib biz do'stlaşamiz, boshqa boldarim bilan o'zimizga do'st orttiramiz. O'shunday ko'p turnirga chiqsam, o'shuncha o'zingga yaxshi, keyin to'lqinlanib bo'lmaydi, yaxshi kurashasan.
Xalqaro turnir 2 kun davom etib, umumiy jamoa hisobida qirg'izistonlik kurashchilar birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Ular 9 ta vazn og'irligidagi barcha toifalarda g'olib bo'lishgan. Yakunida 9 nafar g'oliblar orasidan qur'a orqali avtomashina g'olibi aniqlandi. U bishkeklik Roman Tsaryov bo'ldi. Shu bilan birga ishtirokchilarga pulli mukofotlar, diplom va medallar topshirildi. Ra'no Nazarova, Adina Do'sumbetova, Aybek Ibragimog'lu, Intimaq. Germaniyaning Kelin shahrida 20-dekabrda o'tgan mahalliy kanalning Das Super Talent nomli shou loyihasining finaliga qirg'izistonlik raqqoslar Atayo Mirzaqov bilan Tumar guruhi qatnashdi. Bungacha xabar qilinganday, joriy yilning 27-sentyabrda mazkur shouning birinchi turida barcha tomoshabinlar bilan hakamlarni hayron qoldirgan qirg'izistonlik raqqoslar darhol finalga yo'llanma olishgan. Finalning natijasiga ko'ra raqqoslar 4-o'ringa ega bo'lishdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bu va boshqa ma'lumotlarni www.intimaq.kz saytidan va 106 FM to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz Gidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra, ertaga yurtimizda ayrim hududlarida qor yog'ishi mumkin. Havoning harorati Batken oblastida 5 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja iliq. O'sh oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Jalolobod oblastida ham kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq. Norin oblastida kechasi 12-17, kunduzi 3-8 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Talas oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq. Issiqko'l oblastida kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha ko'tariladi. Chuy oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Havoning harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 4-6 daraja iliq. Shahrimiz O'shda esa qor yog'ishi mumkin. Havoning harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 4-6 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.